Har xil fasonda, har xil naqshda. Kelishgan narxi qancha buni endi? Shuni ayting. 50 ming so'mmi? Ko'rsatkichlar yozilgan, santexnika. Bu tomonga xo'stovar, ya'ni xo'jalik mollari ham, bu tomonga o'yinchoqlar, bu tomonga kiyim-kechak, bu tomonga. Bu bozorning faoliyatini qanday baholaysiz? Sizga yoqdimi, yaxshimi? Hozirgacha bozorning faoliyatini hech qanday baholamayman. Ha. Nimaga deganda hozir bozor uncha o'xshamayapti. Bir xil narsada 10 kilodan ortiq mumkin emas. Afg'onistonlik birodarlarimiz ham bemalol yuribdi. Okay. And where are you from? Which city? Afghanistan, yes. Kabul city. 640 kilometrdan, ya'ni Kabul shahridan kelibdi. Birinchi marta kelgan ekan. O'zbekiston va Afg'oniston hukumatlari qiladigan ishlar hali ko'p. 72 ta donasi 85 ming so'm turibdi. Uchlik. Juda ham mana bu yoqda Holton Garden Inn mehmonxona. Mehmonxona mana bu yerda Aquamed Line, bolalar maydonchasi qilingan, attraksionlar har xillardan qo'yilgan. Juda chiroyli qilingan. Bir narsani aytish kerak, buni tashkil etilganligining sababi ham bor. Chunki afg'onistonliklar 15 kungacha vizasiz mana shu hududda, mana shu erkin yashay oladi. Bu mana shu chegara hududlarda bunaqa savdo hududlari, erkin savdo hududlari yana ham ko'payadi deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Mana biz hozir Termizda erkin iqtisodiy zonada mana shu bozordamiz. Mana shu yerga keldik mana. Men bugun sizlarga jahon bozorini tanishtiraman. Bu yerda liboslar, mana mahalliy afg'onistonliklarning liboslari. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha. Yaxshi, rahmat. Ha, yerda ham. Poshshaxona. Assalomu alaykum. Qanchadan bu ko'ylaklar? 110 ming so'mda. Bu bo'yrami, bu nima bu? Bu nimaga nima qilishmi? Yerga to'shaydigan narsa. Bu nima? Bakalashkadan qilinganmi? Bakalashka deydi, biz ko'rganmiz zavodini diyor. Yo'q, Afg'onistonda qilingan. Afg'onistonda chiqadi. Qo'yin. Bu qanchadan bu? Bu 3 ga 5 aka. Bunda cho'zingda bitta nimasini ko'raylik, bir naqshlarni ko'rsating bunda. Reklama qiling-da aka bu bunda. Nima bu? Tashqariga olsak, sig'adi fason ko'p. Ha, qani tortin qani shunda tashqariga. Bir ko'raylikchi. Bu metri qanchadan buni? Bu metr emas akajon. Bu mana shu Shu turishiga 50 ming. 50 ming so'm. Yo'q, aslida 150 ming so'm degani. Ya, endi 50 ming so'm dedingiz endi. Tushgan narxini aytdingizmi yoki foydasi bilan shu 50 ming so'm aytdingizmi? Aka. Ya, adash katta xaridor keldi dedi-da, shoshib qoldi, hayajonlandi. Qayerdansiz aka? Afg'oniston qayeridan? Mozori Sharifmi? Mana bakalashkadan bo'lgan bo'yra deylik, bo'yra. Yozing aka. Mana. Ana qarang. Bu o'lchami nechiga? Bu 5 metrga 3 metrmi? 3 metr bo'lsa keladi, 5 metr bo'lsa keladi aka. He, mashalloh. 3 ga 5 deyiladi. Mana 3 ga 5 o'lchamda bakalashkadan tola qilinib, undan keyin to'qilgan mana. Bu degani juda haligi chidamli degani, chidamli. Chidamli. Yaqdan muhofaza qiladi. Yaq o'tmaydi odam. Zaxm o'tmaydi. Yaxshi. Ismingiz kim? Burxoniddin. Ha, Burxoniddin. Har xil fasonda, har xil naqshda. Mana bu yerda bu katta naqsh, mana bunaqa mayda naqshlar ham bor ekan, mana ko'rinib turibdi. Shu 3 ga 5i 150 ming so'm. Jahon bozorida. Ha, kelishisham mumkin ekan. Kelishgan narxi qancha buni endi? Shuni ayting. 50 ming so'mmi? Qarang, mana shu kanaldan ko'rib keldik desa, qanchaga berasiz? 140 ming so'm oxirgi narx ekan. O'zbekistonda mana shunga xaridor ko'p ekan ayni vaqtda. Mana shu mahsulotga boya aytganimdek bakkalashkani tola qilib to'qilgan. Bir yil qayda supermarket? Mana bu yerda ayollar liboslari. Mana bu 200 yozgan, endi 200 ming so'm bo'lsa kerak edi bu. To'g'rimi? Bu endi Afg'oniston uslubida shekilli. Mana bunaqa liboslari bor. Mana bu zafaron. Bu zafaronni tozasimi shu? Bu qanchasi bu? Qancha ekan bu? 30 ming. Shu turishi 30 ming, ha? Hirotni zafaroni.
Ha, yaxshi unda. Bu 60 ming so'm ekan mana zafaron. Bu necha gram bu? Bu yaxshinikiga bo'laysiz. grammi yozilmoqda. Product of Afghanistan, ya'ni Afg'oniston mahsuloti deyapti. Juda yaxshi narsa bu, ayniqsa o'sha sinovdan o'tgan pandemiya chog'ida mana shu zafaronni limon bilan, asal bilan aralashtirib ichdik. Ancha yaxshi ta'sir qildi va immunitetni kuchaytirish. Umuman o'z zafaronni o'sha shafran deydi. Hozir Zominda ham yetishtiryapti Jizzaxda. Lekin mana bu Afg'oniston mahsuloti deb ko'rdik. Mana 60 ming so'm va 30 ming so'mligi bor, 3 grammi. 60 ming so'm, bu yerda 6-7 gram bo'lsa kerak, kattaroq idishda. Ko'rsatkichlar yozilgan, santexnika bu tomonga xo'stovar, ya'ni xo'jalik mollari ham, bu tomonga o'yinchoqlar, bu tomonga kiyim-kechak, bu tomonga biz adashmasam hozir O'zbekiston qismidamiz. Mana Afg'onistonlik birodarlarimiz ham bemalol yuribdi. Ayollar, ha bu yerda bunaqa nimalar bor ekan. Musiqiy, esdalik sovg'alari bor. Shampunlar. Mana bu yerda Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti shunaqa reklamasini, o'ziga xos reklamasini mana joylab qo'ygan. Bu yerda shirinliklar. Bu yerda oziq-ovqat, bitovoy ximiya, atrupa, konstavar bu tomonga, oziq-ovqat bu tomonga deb buni ham ko'rsatyapti. Nima? Termiz davlat universitetining reklamasi mana o'ziga xos. Termiz davlat universiteti, Termiz davlat xorijiy filologiya fakulteti. Bu yerda yana boshqa bir nima bor? Reklamasi ketyapti. Bu Afg'oniston chegarasiga qaysi tomon? Afg'onistonliklarniki qaysi tomonda ekan? Bu tomonda bo'lsa kerak. Mana bu chegara bo'lsa kerak va bu yog'i Afg'onistonliklarniki deb o'ylayman. Mana Zamzam, ice cream, o'zimizni shunaqa nimalar. Aerotom, Freezone, Akfa, Do'stlik market mana. Banklar o'z shoxobchalarini faoliyatini yo'lga qo'ygan ekan. Ya'ni pul almashtirish yoki naqdlashtirish, plastik kartangizdan pullar bunda muammo bo'lmaydi. Men juda ko'p ko'rdim banklarni, nimalarni. Qani mana bu yerda shirinliklarni kirib ko'ramiz. Mana. Baraka, bu o'zimizning O'zbekistonniki ishlab chiqarilgan mahsulotlar menimcha. Bu yerda bunaqa nimalar bor, mana sovunlar, enerji ichajagi Turkiyaniki, turk shampunlar, shirinliklar. Xursand bo'ldim to'g'risi. Juda yaxshi yo'lga qo'yilibdi. Mana shu ikki xalqni bir-biridan qandaydir nima deydi, ruhlanib bordi keldi, baribir xalqlar o'rtasidagi bordi keldi. O'sha xalqlarning rivojlanishiga juda katta ta'sir ko'rsatadi, ijobiy jihatdan ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan mana shunaqa nuqtalarni ko'paytirish kerak. Assalomu alaykum. O'zbekchani bilasizmi? Yo'qmi? Yo'q. Bitta ikkitasidan fikrlarni so'ramoqchi edik. Assalomu alaykum. O'zbekchani bilasizmi? Yo'q. Nimaga bilmaysiz? Zabiullah. Ismingiz kim? Ism. Ism? Name. Zabiullah. You know Zabiullah. English? Yeah, I know. We can very talk good. in Can you English. speak English? Yeah. Yes, Okay. my name is Zabiullah. My name is Talib. Talib. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you too. Yes. Where are you from? I am from Uzbekistan. Oh, good. I just want your Interview. interview. Just say just about this. discussing. Yeah. Oh, yeah. What do you think? Is it good or not? It's a very good. Very good. Excellent. Everything is very perfect for Yes. Afghan people or And for Uzbek people, brothers. right? Yes. Yes. Because I can't talk more Yeah. because I come first time.
This is my first time coming. Okay. And where are you from? Which I'm city? City, Afghanistan. Yes. Kabul. Kabul Capital, city. capital city. And how long from here, Kabul? 400 I kilometers. born in Kabul. I have been born in Kabul. Distance. This distance, you mean I came? Yeah, kilometers. Oh, from here. Yeah, from here to Kabul. You know Mazar Sharif, yeah, I know. From Mazar Sharif, 570 570 and Mazar Sharif from here it's about 70 kilometers, similar, right? yeah, same. Yeah, it's almost demak Kabuldan kelgan birodarimiz ekan Zabihulloh, right? My name is Abi. Yeah, Zabihulloh. Bu kishi 640 kilometrdan, ya'ni Kabul shahridan kelibdi. Birinchi marta kelgan ekan. Juda yaxshi deb o'zining taassurotlarini aytayapti. Okay. Good luck. Where do you come from? From Tashkent. Tashkent. Yeah. How long is from here? From here 750 kilometers. 750 kilometers. long, Yeah. long. Yeah, we came by air, by plane, yes. Airplane, yes. By plane, yes. Okay. Nice to meet you. Take care. Assalomu alaykum. Thank you very much. Nima deymiz? Til bilganga ming tanga deyishadi. Mana bemalol muloqot qildik. O'zbekchani bilmagan bir Afg'onistonlik birodarimiz bilan bemalol yurishibdi. 72 ta donasi 85 ming so'm turibdi. Uchlik. Bir narsani alohida ta'kidlab ketishim kerak. Bu yerdan Jahon bozoridan mahsulot olsangiz, har qanday texnika bitta pasportga bittadan. Bitta pasportga bittadan. Bunga mana shu qoidaga Afg'onistonlik sotuvchilar ham qat'iy rioya qilishyapti deb aytishyapti. O'sha siz Afg'onistonlik o'sha sotuvchi mendan sotib olsin, ko'proq sotib olsin, keyin o'zlari hal qilib oladi degan narsa yo'q. Kirasiz, olayotgan paytingizda bitta sotadi. Boshqa sotmaydi. Har qanday texnikadan bitta sotadi. Menga xullas juda yoqdi. Odamlar sekin-sekin o'rgansa, keyin menimcha hammasi yaxshi izga tushib ketadi deb o'ylayman. Mana bunaqa choylar bor. Mana bunaqa flaxseed oil. 120 ming. Mana bu qora sedanani yog'i. Mana bu yerda Afg'oniston Islom Amirligining Aerotom jahon bozori erkin savdo zonasidagi maxsus vakili mana bu yerda o'tiradi. Biror Afg'onistonga mahsulot sotishda yoki boshqa bo'lganda bu yerda bir muammolarga duch kelinsa, bu yerga murojaat qilinadi. Assalomu alaykum. Ismingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshi bo'lyaptimi? Ismingiz kim? Amruddin. Afg'oniston qayerdansiz? Mazar Sharifdan. Bizlar endi Toshkentdan keldik. Birinchi marta bu nimani jahon bozori ko'ryapmiz. Sizga qanday bu yoqdimi sizga mana shu faoliyat yo'lga qo'yilgan? Shu bozorni? Yaxshi. Savdo yaxshi ketyaptimi? Sekin-sekin, Endi o'rganyapsiz. Yaxshi. Qancha bo'ldi bu yerga kelganingiz, nuqta ochganingizga? 9 oy bo'ladi. Ha. Savdo yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi hozir. Muammolar yo'q. Hozir yo'q. Yaxshi. Omadingizni bersin. Sanoat bo'ling. Mayli. Bu bozorning faoliyatini qanday baholaysiz? Sizga yoqdimi? Yaxshimi? Hozirgacha bozorning faoliyatini hech qanday baholamayman. Ha. Nimaga deganda hozir bozor uncha o'xshamayapti. Odam kam, savdo. Savdo kam. Ayrim narsalar yechib tashlansa, keyin bozorga o'xshaydi. Nimalar masalan? Masalan, bizda 2 kilo narsa o'tib bo'lmaydi. Sizda 10 kilo narsa, u ham bir oyga bir kishiga bir marta. Bizga lekin 2 kilo narsa o'tib bo'lmaydi. Kuniga 4-5 marta kirib chiqsa ham bo'ladi. Demak, Afg'onistonliklar kirsa bu yerga 2 kilodan ko'p bu yerdan olib chiqib keta olmaydimi? Olib chiqib keta olmaydi. To'lash. Bir chiqishda. Lekin bir kunga 1 kiradim, 2 kiradim, 3 kiradim. Unga cheklov yo'q. Cheklov yo'q. Har 2 kilo uchun kirib ketib yurish kerak, shunaqa. 10 kilo masalan nima? U oziq qanday bo'lishini? Bir narsadan addini bir narsadan olsa 10 kilodan ko'p mumkin emas. Aralashtirib olsa u mumkin. Bir xil narsadan 10 kilodan ortiq mumkin emas. Tushunarli. Endi o'ylaymizki, hukumatlar o'zaro kelishib, gaplashib, muzokara qilib, hali yaxshi bo'lib ketsa kerak. Yaxshi, yangi bozorda. Yangi asta-asta o'rganadi. Hozir umidimiz uncha yo'q, lekin kelajakda yaxshi bo'lib ketishi mumkin. degan umiddamiz. Yaxshi. Omadingizni bersin, bozoringizni bersin. Rahmat, salomat. Bunaqa juda ajoyib narsa ekan. Bu nimadan yasalgan ekan? Bu toshdan yasalganmi bu? Nima bu? Temirmi bu?
Juda toshdan bu yopishtirib chiqqan bunga. Juda yaxshi, juda chiroyli yasabdi. Afg'oniston endi shunaqa bir nodir toshlar yurti. Mana bunaqa narsa bor, mana yasagan toshdan yasalgan shu narsa. Bakkal. Mana bular lekin yopishtirilgan, aniq, chunki to'rtburchak o'sha kesilgani bilinib turibdi mana. Afg'oniston mahsulotlari. Demak, O'zbekiston va Afg'oniston hukumatlari qiladigan ishlar hali ko'p. Bu yerda mana shu jahon bozorining faoliyatini yurgizib, juda faollashtirib, qaynoq bir nuqtaga ikki xalq fuqarolarining qulayligi uchun ham qator yengilliklar berish kerak bo'ladi deb o'ylayapman. O'shandagina bu bozor yana ham gurkiraydi, juda ko'p ish o'rinlari yaratiladi. Albatta buni ortidan soliq tushumlari paydo bo'ladi. O'ylaymizki, bu narsa ham vaqt soati kelib, asta-sekinlik bilan kishilar o'rgangandan keyin bu muammolar ortda qoladi, hammasi yechiladi. Chunki tasavvur qiling, mana 10 yil oldin mana shunaqa jahon bozori Hayrotonda, Termiz bilan Afg'oniston, O'zbekiston bilan Afg'oniston chegarasida shunaqa jahon bozori bo'ladi, quriladi, faoliyat yuritadi deb aytganda hech kim ishonmagan bo'lar edi. Shu darajagacha keldik, o'ylaymanki, qolgan o'sha bitovoy problema deydi, oddiy ijtimoiy muammolar yoki o'sha yechimini kutayotgan muammolardan albatta hukumat bundan xabari bor deb o'ylayman va bu tez orada yechimini topadi va bozor juda ham bir o'sha O'zbekiston janubiy nuqtasidagi eng nima deydi, xaridorlari ko'p bo'lgan bozorga, savdo nuqtasiga aylanadi. Bunda men potensial salohiyat ko'ryapman. Mana bu yerda juda ham mana bu yoqda Hilton Garden Inn mehmonxona mana bu yerda Aquamed Line, ya'ni Afg'onistonlik o'sha qo'shinlarga tibbiy xizmat, sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun barpo etilgan. Bu yerda mana logistika markazi, Aeroton logistika markazi, terminal A, B, mana bu yoqda B, C terminallari bor. Juda ajoyib qurilgan. Terminal D. Bir narsani aytmoqchiman. Bu ko'rsatuvimiz sal ko'proq vaqt oladi, 15 minut salkam. To'liq ko'rsatuvni YouTube havolaga qo'yiladi, YouTube havolasi. Bu yerda tomosha qilishingiz mumkin. Qisqa teaser varianti, reels varianti albatta Instagramda sizlarga havola qilinmoqda. O'tib tomosha qiling, fikrlar qoldiring, yoqqan bo'lsa yoqdi tugmachasini bosing va bu ma'lumotlarni o'sha boshqalarga, ko'pchilikka tarqalishiga yordam bering. Mana bu yerga juda ham ajoyib bolalar maydonchasi qilingan, attraksionlar har xillardan qo'yilgan, juda chiroyli qilingan. Qarang. Mana. Bir narsani aytish kerak, buni tashkil etilganligining sababi ham bor. Chunki afg'onistonliklar 15 kungacha vizasiz mana shu hududda, mana shu erkin iqtisodiy hududda, jahon bozori hududida yashay oladi. Hostellar bor, sal cho'ntagi ko'targanlarga bu yoqda mehmonxona bor. Shunaqa sharoitlar qilingan. Mana bolalar bilan bemalol kelib aylanib ketish mumkin. Mana bu yerda juda ham ajoyib tovuslar sayr qilib yuribdi. Faqat afg'onistonliklar shu hududni tark etmasligi kerak bo'ladi. Ikki hukumat o'rtasida kelishuvga ko'ra, afg'onistonlik o'z chegarasidan qaysi kirish nuqtasidan kirsa, o'sha joydan chiqib ketish kerak bo'ladi. Va o'zbekistonlik ham qaysi nuqtadan kirsa, ya'ni bitta nuqta bor, o'sha qayerdan kirsa, o'sha joydan chiqib ketish kerak bo'ladi. Biz hozir o'zimizdan O'zbekistondan birinchi o'tkazish punkti o'sha tarafga qarab boryapmiz va u yerdan biz O'zbekistonga yana qaytib chiqib ketamiz. Menga yoqdi, albatta ayrim cheklovlarni aytmasa, ularni ham o'ylaymanki, vaqt soati kelib bu narsalar barchasi yechiladi. Ayniqsa mana bu O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish rejalaridan kelib chiqadigan bo'lsak, tez orada bu cheklovlar o'sha mahsulotlarning soniga nisbatan yoki nima deydi, o'sha mahsulot olib kirishga bo'lgan ma'lum bir kilogramm vazndagi mahsulot
bo'lgan cheklovlar olib tashlanadi deb o'ylayman. Barchasi o'sha vaqt soati bilan hal etiladi. Umuman olganda mana bu yoqda fontanlar mana ko'rinayotgan bo'lsa telefonda o'sha fontanlar juda ajoyib, sharoit juda ham zo'r, menga yoqdi. Rostdan ham juda zamonaviy shaklda tashkil etilgan va bunaqa namunadagi bozorlarni chegara punktlarida ko'paytirish kerak. Juda ham bu tadbirkorlikka, biznesga ham katta yordam beradi. O'zbekiston biznesiga katta yordam beradi. Biz hozir Ayritom erkin hududidamiz. O'zbekiston Afg'oniston chegarasi Hayroton ga juda yaqin joydamiz. Bu yerga hozir kirib chiqdik. Men hozir sizlarga buni o'sha kirish tartibini aytmoqchiman. Avvalambor 2021-yilda olingan ID kartalar o'sha bazadan qandaydir chiqmas ekan, uni alohida to'ldirish kerak bo'ladi, qayta etish kerak bo'ladi, chegarachiga murojaat qilinadi. 2021dan keyin olingan ID kartalar, O'zbekiston ID kartasi, bu bemalol mana bu skaner qurilmasiga, o'sha o'qiydigan qurilmaga qo'yib, bemalol o'zi qayd qilib shunday o'tib ketsa bo'ladi avtomatik ravishda. Va bu yerdan qancha mahsulot olib kirish mumkin O'zbekistonga? 6 oy mobaynida, 6 oy ichida bir marta har qanday texnika, masalan, xalatni muzlatgich, sovutgich, konditsioner, shunaqa xo'jalik mollari, xo'jalik texnikalarini bittadan olib kirish mumkin. Uni ham qiymati $300 dan oshmagan bo'lishi kerak. Qolgan vaqtlarda, masalan, shokolad deymiz yoki kiyim-kechak shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, har bir turdagi mahsulotdan 2 kilogramdan oshmagan holatda jami mahsulotlaringiz 10 kilogramdan oshmagan miqdorda har oyda bir marta kirib chiqib olib ketsa bo'ladi. Mana shunaqa ekan qonun qoidasi. Hozirgi kunda O'zbekistonga o'sha boshxonadan mahsulotlar olib kirish qoidalari mana shunday belgilangan ekan. Bu masalada afg'onistonlik tadbirkorlar o'sha mana shu narsalarni qayd etib, sal o'zbekistonliklarga o'sha miqdor kamligi bizlarni savdomizga salbiy ta'sir ko'rsatyapti degan fikrlarni bildirdi va men unga o'sha umid bor deb ham aytishdi ular. O'sha umid qilib turibmiz, keyinchalik yaxshi bo'lib ketadi deb 9 oydan beri faoliyat yurityapman. Savdo unchalik yaxshi emas deyishdi. Va o'ylaymanki, bu narsa o'sha ikki davlat hukumatlari o'rtasida kechadigan muzokaralar, qolaversa mana O'zbekistonni juda jiddiy katta bir rejalari, niyatlari bor Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish borasida. Davlatimiz rahbari 2026-yilgacha degan bir chegarani qo'ydi. 2027-yil mana shu yaqin 1 yil, 2 yilda bu masala hal bo'lib qoladi deb o'ylaymiz, ijobiy tomonga albatta. Va u Jahon savdo tashkilotiga qo'shilgandan so'ng, O'zbekiston Jahon savdo tashkilotining to'laqonli a'zosi bo'lganidan so'ng albatta bu miqdorlar qayta ko'rib chiqiladi. Ayni bu mana shu chegara hududlarda bunaqa savdo hududlari, erkin savdo hududlari yana ham ko'payadi deb o'ylayman. Demak, sayohatimizni shu yerda yakunlaymiz. Jahon bozori Termizdan maxsus sizlar uchun.